Padan kentida yaşagan Yakup uzun yıl şu yer yaşap kelgan tağısının qo'ylarini beqish bilan hayot kechirdi. Butparast bo'lgan Padan xalqi yomg'ir yig'ish uchun Babilning oni ilohi bo'lgan ishlarga hadiyalar sunadi. Ular bu kentda yomg'ir yog'masligining sababini Yakupning ilohlarni norozi qilganligidan deb Padan kentida Yakup insonlarga birli Allohga ishonishni va uningga birlikda e'tiqod qilishni so'zlaydi. Yakupning Rahila, Laya, Bilha va Zulfay ismli 4 ayoli bor edi. Rahiladan boshqa 3 ayolidan 10 o'g'il va 1 qiz farzandi bor edi. Uzun yillardan keyin Rahila homildor bo'ldi. İşler ibadatxonasining kohinlari bo'libmi sehrgarlik qiladigan ishlar Yakupning insonlarga birli Allohga ishonishi uchun qilgan vaz-nasihatlaridan bezor edi. Faqat Padan shahrining valisi bo'lgan Laban Yakupning tog'isi bo'lganligi uchun Yakupga ziyokashlik qilolmaydi. Bir qatim Padan xalqidan birisi iloh ishlarini past ko'rganligi uchun Yakupga ibrat qilishga o'limga hukm qilindi. Mahkumga o'lim jazosi ijro qilish uchun o'tga etilish oldida Yakup tarafidan pul to'lanib qutqizib olindi. Bu qatimki ish bu mahkumning va ayolining Yakupning vaz-nasihatlariga ishonishiga sabab bo'ldi. Bir mezgildan keyin Rahilaning to'lg'oqi boshlandi. To'lg'oq azobining og'irligidan hech kim Rahilaning va bolasining sog'-salomat bo'ladiganligiga ishonch qilolmadi. Sehrgar ishlar va Padan xalqi ilohlarning g'azabi Yakupni jazolaydi deb qaraydi. Rahilaning to'lg'oq azobi og'irlab bo'shidan ketildi. Laban ayni vaqtda tug'ut onasi bo'lgan ishlarning Rahilani qutqizalaydiganligiga ishonadi. Lekin Yakup bir butparastdan yordam talab qilishni xohlamay, duo qilish uchun o'rmonlikka ketdi. Rahilani ochisi Laya topshirdi. Yakupni ilohlarning jazosiga loyiq ko'rgan ishlar ibodatxonada Rahila va bolasini yo'qotish uchun tayyorlik ko'rib, o'tga har turli narsalarni tashlab, afsun o'qib ilohlardan Yakupni jazolashni tilaydi. Yana bir tarafdan Yakup o'rmonlikda Allohga yalvorib duo qilayotganda Rahila og'ir sababidan o'ldi. Milodidan ilgirki 160-yil ulug' ishlar, ey ona iloh, ey shafqatlik iloh, ey barkat ilohi, bu balni qutqizgin, onasini suyundirgin. Bu balning onasi dargohingda sana qimmatlik sovg'alarni berishga va'da berdi. Men ishlardan balangni qutqizib olishni tiladim. O mening bu tiligimni qabul qildi. Siz va ulug' ishlarga minnatdorman. Shafqat iloh ishlarga shukr aytdim. Sizga ko'p rahmat. O'g'lim o'lib ketish oldida siz uni qutqizib oldingiz. Siz shukr bo'lsin ulug' ishlar.
bana oğlumni qaytırıp berdin. Sana meni şükür eytimen işler. İşler oğlumni qo'ldaydi. Sana köp şükür işler. Hiç şüphesizki o balımı bizden balımızga o'xshashli yaxshi bo'lib ketadi. İşler şefkatlik ve kudretlik ilah. Çokum onu sakaytı bitudu. Ha, cho'qim shundoq. Qani mangayli. Sizlar nim bo'ldinglar? Sizlarga butun farishtalar sajda qilyapsa, sizlar o'zinglar yasab olgan butlarga sajda qilamsizlar? Butun koinot sizlarga bo'ysundirilgan tursa, sizlar mushu jonsiz butlarga egilamsizlar? Hey, sen bu sözlerini uyduruvatsan. İlahlarımıza hakaret kılıvatsan. Men bu so'zlarni qilchilik o'ydirib chiqolmadim. Men Allohning elchisi, uning kitobidan so'zlayapman. Bu ko'rgininglar samoviy kitob. Atam İbrahim payg'ambarga tushirilgan suhufdir. Men u akagan dinga ishinaman va bu dinni tabriklayman. O'zim hech qanchalik narsani qo'shib qo'ymadim. İlahimizga xiyonat qilishni u samoviy kitob so'zladimi? Men xiyonat qilmadim. So'rab baqay. Bilsanglar javob beringlar. Bilmasanglar qabul qilinglar. Sizlardan so'rab baqay. İşler ibodatxonasidagi haykallar sizlarni yaratdimi? Yoki sizlar ularni yaratdinglarmi? Sizlar ishlarga hukm qilamsizlar yoki ishlar sizlarga hukm qilamdi? İşler sen aytgandek aciz ve zayıf bir taştan ibaret olsa, oğlunu qanaqasiga qutqizib olalaydi. To'g'ri gap qildik, biz ko'rdik. To'g'ri, bizni ko'rdik. İşler onun oğlunu sakaytdi, men ko'rdim. Seningcha o'g'lingni saqaytgan ishlarmi? Meningcha undaq emas. Her işini bilgen alim Allah'tır. Sen her qancha Allah'tan başqaga seginip, başqadan yardım tilesangmi, qo'llarning bütün ahvollardan xabardor bo'lgan Allah öz merhametini ko'zlab balangni saqaytdi. Ko'zinglar faqat ishlarni ko'rdi. Ammo haqiqiy shafaatchini ko'rolmadi. Yakut'un sözlerinin xulosasi shuki, biz öz ilahlarımızı taşlap, onun ilahiga işinishimiz lazım. Shundaqmi? Ondaqda öz ilahimizde ko'rgan yaxshilikni sening ilahingda ko'ra olamdiq. Men sizlarni texmi ulug' bir ilohga ishonishga da'vat qilyapman. Bütün barliqlardan texmi ustun bir iloh. Sening ilahingning boshqa ilahlardan texim ustunkanligini nereden bilamiz? Senin ve ilahingning işler ibodatxonasiga koinlarga o'xshash, bayliqimizga bayliq qo'shib berganligiga qanday ishonamiz? Hammanglar bilasizlar. Yıllardan beri men Labanning paditisi. Bugunga qadar hech qanday haq talab qilmadim. Ishlash va padichilik qilishdan boshqa biror ishimni ko'rdinglarmi? Ahtalab qilsang qanday bo'lmoqchi? Sening hozirgidek kuching yo'qdi. Bo'lmasa sening koinlardan tuvan turdig'ing aniq. Hammanglar o'xshash. Qo'llaringlarga kuch kerak qo'singlar to'ysa, hammanglar o'z nafsinglarga cho'tatsizlar. Sen haqlisan. Bir tanlı oğlun ağırıp qalğanda hiç kim sana yardım qilmadi. Ne sehrigar işler, ne senin ilahin işler. Bütün ilahlardan yüz örüşke haqlisan. İbadatxonning aciz ilahi mening diqqatimni tortamaydi. Sening ilahing shundoq. Biz ilahlarni yetkish tarqil tatdiq. Yana bir ilahga chidishimiz qolmadi. İbadatxonning ma'murlari keldi. Paris, koş! Bu tarafga ketdi. Bu tarafga. Onu tutmanglar. Ona günahı yok. Shukr qil, sen vali Labanning kuyog'li. Bo'lmasa men seni qanday qilishni o'tdan bilardim. Sendin ve ibodatxonaning ma'murlaridan men qo'rqmayman. Tarqilinglar. Yaqubning qaloyimqon so'zlariga hargiz quloq solmanglar. Uning ishlarga qilgan haqoratlarining fadanga qo'rqoqchilik keltirganini ko'rmayapsizlar. Ketinglar. Uning gapiga hargiz quloq solmanglar. Bo'ldi, qaytinglar.
Yaqında yağmur yağmasa, Fadan xalqining bütün ziroatlari ziyonga uchraydi. Rahmat yağmurni bizdan ayımasligi uchun Allohga duo qilaylik, o'g'lim. Dada aviyat nim bo'lgandi? Bu Fadan xalqining ko'ni bir odati. Ishlarga dushman bo'lganlarni o'tqa tashlaydi. Mahkumni manchanoqda o'tqa otadi. Onun günahı nime? Ay ulug' kahin. Onu affu qilsiz. Ötünüp qalay. Bizga jazo olsun. Meni qo'yib etinglar. Onu qo'yib etinglar. Sen qo'ylarga qarab turgin, men bu yerga qarama. Onu qo'yib etinglar. O gunohsiz. Adam ceza taşımak gerek. Qattiq jazolash kerak. Uni jazolash kerak. Tashlash kerak. Qo'yib etdini. Nima qildi? Hech gunohi yo'q. Qilmadim, meni qo'yib et. Sho'g'im emas. Hech qilmadim. Moyadam qilinglar, men gunohsiz. Deydi. Qattiq jazolash kerak. Gunohi yo'q. Onu qo'yib etinglar. G'ayrat qildi. Qo'yib etinglar. Tashlash kerak. Qo'yib etinglar. Men gunohsiz. Ochiq jazolanish kerak. Jazolash kerak. Uni o'ldirish kerak. Onu qo'yib etinglar. Qo'yib etdini. Jazolash kerak. Qilmadim. Uni o'ldirish kerak. Onu qo'yib etinglar. Fadan xalqi. Bizmen ola. Günahkar Haris işlerinin düşmanıdır. O taştan yasalgan, aciz ve kudretsiz ilahtır deb işlerini közgilmigan. Fadan xalqının konu adetiga asasen ulug' ilohimiz işlerga xiyonat qilganlar manchanoq bilan o'qqa etilishi kerak. Kafirning jazosini beringlar. Öldüreylik! Günahsız! Günahsız! Bunun insanlık günahım yok! Günahsız! Benim hiçbir günahım yok! Ben günahsız! Fadan xalqi, ben günahsız! Bana yardım kılınlar! O gunohsiz. Fadan Onu xalqi, qo'yib bana yardım etinglar. kılınlar! Onu qo'yib etinglar. Ben günahsız! Ben günahsız! Bana yardım kılınlar! Qancha so'zlasangmi bika? Kun to'laysan yoki o't kuyib o'lsan. Onu qo'yib etinglar. Benim hiç qanday günahım yok! Beni ot taşıranlar! Fadan xalqi, meni qutqizib olinglar! Meni ot taşıranlar! Buning xunaqi qanchalik? Mana men to'layman. To'lamoqchimisan? Yo'q. Omo ishlarning dushmanlaridan biri. Sen degan ishlarning dushmani. Avval o'zingning xunaqini to'la. Tushundingmi? Bo'ladi. Undaqda meni nemishqa tutmaysizlar? Manchanoq bilan o'tqa etish bizlarga nisbatan notunish bir ishmi emas. Cho'ng odam Ibrohimmi Namrudning buyrug'i bilan manchanoqda o'tqa etilgan edi. Sen valining jiyani ham kuy o'g'li bo'lg'achqa, uning soyasida bugunga qadar tutilmading.
Bu xil ahvol ostida hukumatga mansub bo'lganlar ilohlarga xiyonat qilganligi uchun jazolanadiganligini biladi. Darhol uni tutinglar. Cho'g'dadisiga o'xshash o'tqa selinglar. Qo'yutinglar. Meni qo'yutinglar. Meni qo'yutinglar da'vatim emish bo'ldi. Uni qo'yutinglar. Uni qo'yutinglar. Tez bo'linglar. Faris jazolanishi kerak. Yaqub uning uchun xunaq to'lasa, sizlarning jazolashga haqqinglar yo'q. Omo ishlarning dushmanlaridan biri. Yaqub Farisning xunaq uchun 500 dinar to'laydi. Chatoq yo'q. Men bu pulni to'layman. Ulug' Alloh, yaxshi niyatli tog'am bilan meni qo'g'dig'ay. Yana qachongacha sening xatoliklaringni tuzitib yurayman? Minnatdormiz. Bo'ldi, o'rningga. Ko'p rahmat. Bu pulni to'lab tugugicha sizga ishlab beraman. Sizga ko'p rahmat. Hayotimni qutqizib qoldingiz. Ko'p rahmat. Hayotimizni qutqizdingiz. Bizga yangi hayot baxsh etdingiz. Yuring, qaytaylik. U haqiqatan bir yaxshi odamda ko'rinadi. Yillardan beri ishlar Fadon va Bobil xalqidan qurbonlik oladi. Dadang Laban dal vaqtida kelmagan bo'lsa, ikkimizni o'tqa tashlagan bo'lardi. Faris jinini qutqazgan uchun ishlarga ishnishdan voz kechib Allohga iymon etishi mumkin. To'g'ri aytding, Roil. U qutulgan vaqtdan boshlab birla Allohga ishonadi. Mehminimiz qachon keladi, Roil? Pat yaqinda. Allohning payg'ambari. Yillardan beri sening bir farzand tug'ib berishingni so'radim. Allohning so'zi bilan yaqinda bu saqlash oxir. İsardan bilen birlik kelganlarga salom. Podshoh Yaqub salom. Minnatdorman. Ko'rib turibdimanki, ishlar ibodatxonasiga sovg'at ekibsiz. İlahlarni rozi qilishimiz kerak. Bo'lmasa, yomg'ir yog'may ziroatlarimiz ziyon uchirishi mumkin. Bu qo'mlarga ilohlardan bakrak ehtiyojli ekanliginglarni o'ylamamsiz-da. Ba'zilar ilohlar xiyonat qilyapti. Ilohlarni g'azabini bosish uchun jafosini biz tortyapmiz.
ishlar ibodatxonasidagi tosh haykallarning irodasi bilan yomg'ir yog'adiganligiga ishonamsizlar? Ilohlarning g'azabini keltirib, yomg'ir yog'maslikka sababchi bo'lgan da'vasining shunday kupru so'zlaring. İlahlarımıza xiyonat qilishdan voz kech, Yaqub. Nemishqa o'zinglarga bundoq zulm qilsin? Har ishga qodir bo'lgan Allohni tashlab, tosh haykallarga cho'qinyapsizlar. Nemishqa qaraygan qalbinglarni yigona Allohning nuri bilan yo'ritmaysizlar? Ulug' ishlar, barakat ilohiy ibodatxonasini sening dushmanlaringning qini bilan qutlaqlayman. Qurg'oqchilikni bu zamindan yiroq tut. Fadan xalqiga yomg'irlaringni oyima. Ulug' ishlar, tilaklarimizni qabul qil. Barakat ilohiy, ulug' ishlar, sana yolvurimiz. Tilaklarimizni qabul qilib, fadan xalqiga yomg'irlaringni yog'dir. Barakat ilohiy, buyuk ishlar, sana yolvurimiz. Yoqub her vaqtga o'xshasa ibodatxona oldi turdi va ilohimizga haqorat qildi. Oxirida bir narsalar so'zildi, ammo men bir narsa anlamadim. Hech nimani anlamadim. Yaqub uningdan voz kechmagidak. Buyuk ishlar, yomg'irlaringni fadan xalqidan oyima. Yaqub yangidan boshlabdi. İlahlarning la'natiga uchrashini tilayman. Endi uning bilan qanday erishimiz? Sen Labanni bu yerga chaqir. Men cho'qim amal topaman. Hozirli berib, Labanni bu yerga taklif qil. Efendim, başkayın sizni ibadatxona teklif qilib Bira muhimish bor, ha? efendim. Bo'ldi, to'xtanglar. Bu qatim yana o'g'irlik qilsang, bu yerdan o'liming chiqadi, bildingmi? Va'da beray. Uni qo'yib o'tinglar. Endi hargiz unday qilmayman. Nima? Yani şu podsho Yaqubning vaqasi efendim. Yaqubning qilganlari men uchun hech nima emas. Ammo efendim u iloh xiyonat qilyotdi. Onunğa lazımlıq cavab vermek kahinlarning vazifasi. Cavab bergidek majalinglar bo'lmasa, nemishqa meni avara qilsizlar? İlahlarning ilohiy ulug' ishlar qattiq g'azablanyapti. Men qurg'oqchilikni ko'ryapman. Fadan kentining to'rt tarafini qurg'oqchilik va o'lim qoplaydi. Men berib boshqalarga xabar ishlar qilay. o'ziga qilingan haqoratga chidab turolmaydi. Birisi ishlarning ochig'ini keltirib qo'yibdi. İlahlarga xiyonat qilgan kishi patiqinda jazolanadi. Buyuk ishlar o'ziga birisining qurbonlik qilishini xohlaydi. Biz qurbonlik berishimiz kerak. Laban, sen Yaqubning kupru so'zlariga to'sqinlik qilmasang bo'lmaydi. Xalqning iymoniga sizlar javobgar. Men kahin emas. Vali Yaqubning qilganlari o'ziga. O'zining jiyaning ham qizlarining eri. Men Yaqubga emas, balki Fadan xalqining yaxshi, xotirjam turmush kechirishiga mas'ul.
Mana bu sebepten onu boş tuttun. O Fedan halkının huzurunu kaçırıvadıdı. Fedan'ın huzurunu kaytırıp be. Yakında bütün Fedan'ı kurgakçılık kaplaydı. Yakup bu vakalarının baş cevapkarı. Yıllardan beri hazırlık kadar mening nimetlerimden ve koylarımdan köpeşigi sebepçi boğan Yakup. Qandaqsigi Fedan halkının huzurunu yo'qotgudek, nima uchun qurg'oqchilikning sababchisi bo'lgudek? Chunki Yaqub uch qo'shqor holda ilohimizni qarshi chiqishga boshladi. Buningdan ilgari Yakup Babilning ilohlariga ishonmaydi. U chaqlarda qurg'oqchilik bo'lmagan. U vaqtda Yaqub o'zining e'tiqodini yushratdi. Hozir uch qo'shqor o'tirib chiqdi. Har kimning oldida ishlarga xiyonat qiladi. Uni jimiqtirish kerak. Ujuqtirib yetmanmi? Shundoq. Babil davlati seni nemishqa vali qilib qo'ydi. Demak, Babil davlatining nemishqa meni vali qilib qo'yganini bilamsan. Ondaqda qo'lig'ingni ding tut. Men sendan yoki ishlar butxonasidan hargiz buyruq olmayman. Shu topda Babildagi ishlar ibodatxonasidagi bosh koinning bu voqeadan xabardor ekanligi aniq. Bo'ladi, Yaqup bilan so'zlashay. Yaqubqa mening va oilamdagilarning beshiga bir ish kelsa, uning javobgar bo'lganligini aytib qo'y. Baldur yetilgan xo'razning beshi baldur kesiladi. So'zingga diqqat qil. Bu qadim seni kechirdim. Kelarki qadim hargiz kechirmayman. Anladingmi? Agar qurg'oqchilik bu yillik mahsulotimizni yo'q qilsa, Yaqub va uning oilasilarini kechirmayman. Mahsulotlarimiz hozirdan boshlab qurib ketyapti. Hech qanday umid yo'q. Xushkepsan dada. Xushkepsiz dada. Bu yerga qizlaringni yo'qlab kelishga seni qaysi shamol uchirib keldi dada? Kep qolsan-ku. Bu Yaqup vazgeçmendik ha? Sana nim bo'ldi? İşler ibodatxonasining koinlari sana Yaqub to'g'risida arz qildim-a? Aslında hech qanday gunoh yo'q. Fadan yuzmagan har qanday bir voqea koinlarning yoshirin planimi? Sizni yaxshi bilasiz. Yaqub o'zining payg'ambarlik vazifasini o'tlashdan boshqa bir ish qilgani yo'q. O Babilning 1000 yillik koinlardan nimani izlaydi? Ondaqda o o'zining dini to'g'riliq so'zi so'zlaversin. So'zisi mening tavalligimni so'zlasin. Nemish xalqning e'tiqodiga aralashidir. Xalqning e'tiqodiga aralashishga haqqi yo'q. Xatolashyapsan dada. Ular bu ishlarni chidab turolmaydi. Dada, Yaqub insonlarning birla Allohga e'tiqod qilish uchun Alloh tomonidan avatilgan bir elchi. Xuddi cho'ng dadasi Ishoq va dadasi Ibrohimga o'xshashlar. U o'zining vazifasini ado qilsin. Sizni o'zingizning vazifasini ado qiling. Sizlarni uning o'xshash jo'ylayapsizlar. Agar men vazifamni ado qiladigan bo'lsam, sizlar cho'l jazirlarga berib yashaysizlar. Dada, men va qarindishim Layya erimizning dinini qabul qildik. Uning vazifasini yaxshi ado qilish uchun uning yordam qilamiz. Sizlar sarang bo'lsizlar. Mening ko'nglimni nimishqa tushirib qo'ymaysizlar. Babildagi ishlar ibodatxonasining bosh koinlari mening jiyanimning Fadonni nima qilib yurganligini bilsa, beshimga nima kun keladiganligini bilarsizlar zodi. Yaqubning ilohining kuch-qudrati Babildagi ishlar ibodatxonasining bosh koinlarining kuch-qudratidan qudratlidir. Tashayganlardan emas, Allohdan qo'rqishimiz kerak. Uning ilohi bilan bularning ilohi men uchun baribir. Men faqat Yaqubning meni Fadonni qiyin ahvolga tushirib qo'yganligini so'zlayapman. Men bo'ldi Rahila. Rahila men bo'ldi. Rahila. Sana nima bo'ldi qizim? Vaqti to'sqan o'xshaydi. Yordam qilinglar.
Haris, boş efendim. Tez bol, Yakup'u çakırıp gel. Tez bol, benim etimni bilip bak. Bakıl. Padıcılık, hayvanlarını qoğdaş ve kütüş üçün. Peygamberlik bolsa, insanların doğru yolunu tepişiga yardımcı buluş degenlikdir. Belki bu sebepten peygamberlerinin köpüntüsü padıcı. Men ballarımga yol gösterkiçlikni ügen soğun dep, koylar bilen birlikte bu yerge gelgen. Biroq nima uchun mening ballarım zomigarlikni ve çoğunçılıkni üstünlükning ölçimi deb qaraydigan. Zomigarlik ve çoğunçılıkni ularga men ügetmedim. Ayının çoğu bulup dadımızın ornunu almayız. Bozuklar. Turunlar. Turunlar, hey, turun. Turun. Ailenin çoğu ve mening ornumni alıdığan kişi küçük bo'lishi kerak emas, balki Allohni en köp söygen ve yaxshi ko'rgan kişi bo'ladi. İbrahim ve İshak Allah'ның en küçük emas, belki en yaxshi qulları edi. Demiş oldu. Koylanı size gelin. Tamam. Dadam ne gitti? Buymuş yok. Koydan yıkıp biz bu kayıtımız. İlha, Railəsinin kaynağındaki ayalımı. Ha, Railə bilə yaxşı totamsızlar. yaxşı. Nəhayət yaxşı idi. Yakup bilanmı, Rahila bilanmı? Nəhayət yaxşı ütətdi. Bilmem. Eğer Rahila olsa her ikisi man qarmaydı. Demişki bundaq oylaysan. Yakup bilə Rahila nəhayət yaxşı kişiler. Yakup Rahilani bək yaxşı gördü. Eğer onundan birer ballık bolsa, onu başka ayallardan texim üstün gördü. Onun qancha ayalı var? 4. 4 dedin mi? Ha, men Zulfay, Leyla ve Rahila. Zulfay mı çattık kalıdı. Tez mağaylı. Keçikip kalsak yanı mende görüp man günah artıdı. Ben bundaq oylayman. Yakup adil ve şefqatli bir insan. Kündəşlikning o'rniga texmi kan qo'saq bo'lsang, sana bo'lgan sevgisi texmi aşıdı. Hiç ensireme kızım. Bir az chidamliq bo'lgin. Valimiz Laban'a salam bo'lsin. Nemini sorsan so'rag'in. Men faqat Rahila ve balının sağ salamat bo'lishini umid qilaman. Azatı tuting. Bak ensirab ketmang. Allah şefkatli ve mihribandır. Rahile, Rahile. Rahile, Rahile, Rahile. Uygan Rahile. Rahile.
Rahila. İlohlarning g'azabiga uchrab ketgan bo'lmasin yana. Balaga sen qara. Hammanglar uchun duo qilinglar. Duoyinglar texmi tez ijobat bo'ladi. Tez bir amal qilinglar, nimaga tursizlar? Bu yerda neymiş bo'lgandi? Ha? Bilmadim. Hech nima deyishmadi. Tinchlikmi? Roilaning ahvoli qandayroqdi? Men o'qimadim. Biri ishdan xop qipti. O't va qon ko'ryapman. Bu o't eng avval bizga ishonmaganning etikiga tutishidi. Qurg'oqchilikning ko'langisi kentimizni qoplayotidi. Ilohlarga xiyonat qilganlar jazolanadi. Ishlarga xiyonat qilganlarni jazolanadi. Ishlar ibodatxonada ilohlarni ko'zga ilmaganlarni qog'avatidi. Ular cho'qim o'ziga tushliq jazosini tortadi. Bu o't avval bizga ishonmaganlarga tutishidi. Ilohlarga va ishlarga xiyonat qilganlar ilohning jazosiga uchraydi. Rahilaning ahvoli qandayroq? Ancha yaxshi emas. Bir amal qilsanglarchi. Rahila hech yaxshi bo'lmayapti. O'zingni tutib ol. Bizning Rabbimiz bor. U nimani iroda qilsa, shu ish bo'ladi. Kishilar uning ishlarning va sehrgar ishlarning la'natiga uchraganligini so'zlayapti. Ma'qul, qani ko'ramiz. Rahilaning ilohi ulug' va qudratlikmi yoki ishlarning ilohimi? Rabbim! Rahilaga yaxshi qara. Men yana kelaman. Nega borsiz? Bizni bu holda tashlab ketma. O'zingni tutib ol. Mening birdam yolg'iz turg'im bor. Sen ilohingning xolig'ini qil. Men bundoq turib saqlayolmayman. Tebib, to'g'ri tepib, qizimni qutqizishim kerak. Men bu bir tevib izlab ketyapman. Haqiqiy bir tevib. O, Fadan xalqining ham qizlarining beshiga balo bo'ladigan bo'ldi. Endi qandoqmi qilaman?
Nemişki işlerini çakırmagandı. O kabiliyetli bir to'xtamız edi. Kabiliyetli valimiz Laban. İşlerini bu yerga kelib, qog'inni bilmayman, ammo u nihoyat bir yaxshi to'xtamisi. Sen berip işlerge et. O kilemi. O nimini halis şunu berdiğanlığını. Eğer o Rahile bilen balını kutkuzmasa, Yakup'nu Fedan'dan koğlap çıkırmen de verdi belginin et. Tez bağın. Tez bol. Yakup Babildeki ilahlarımızın qasdiga uchramsimiş. Bu bo'lsa ulug' ishlarga xiyonat qilganning jazosidir. Ağzını şun! Yakup'tan nemişki ilahiden yardım tilimigenligini sonra. Onun orunda boğan bolsam, bundaq mesleğe duş gelgende ilahini asla unutmaydım. Meni başlığım Laban evetti. Kızını kutkusunuz. Yakup'nu Fedan'da qoğul bitirdiğinga verdi. Oh, nahaydi yaxşı fırsatga. Fedan halkı ulug' işlerinin gücünü ve ibadetxonanın sehrgari işlerinin kabiliyetini görüş gerek. Eğer Rahilani kutkuzuvarsınız, Fedan halkının işençisi aşıdı. Sizlermi nurgun baylık erişsizler. Rahile'nin ölümümü okşaş netice berdi. Boldu kılaylı, o ölsün. Boludu. Ondaqda berip halkı et. Rahile'nin işlerge işenmegenligi üçün ölgenligini, birli ilahqı işinip, işlerge işenmese, muşundaq aqla çıqıdığanlığını et. Rahile ve onun balısının ölüm bilen tang, yağmur yağsa, Her işkesi ölüdü. Onu uyuşuk geldirmeydi, belki öldürüdü. Sen bilemsen. Yok, saklayman. Qarab bakaylı. İbadetxonning ilahi küçükmü yoki Yakup'ning ilahi küçükmü? Bu nayeti aniq. Qalba ishlarning boludu. Laban, neymi dep beni bu yerga geldin? Yakup beni aciz ve zayıf bir ilahi var diyeydi o. Undaqda o neymişki özünün tanrısıdın yardım telimidi. Rahile'nin hayatı senin kolunda. Onunla yardım kılın. Yakup'nın işler ibadetxonasıdın bu kadar tez yardım telişi xiyalımını kemmigendi. Sen ham xiyal kılıvatsan işler. Xulumay tuş görüvatsan. Rahile'nin ve balanın ölümünü öz gözün bilen köygen çıkında ondan kimnin hakiki tuş görüvatkanlığını bilsen Yakup. Hayat ve ölüm Allah'ın ilkididir. İşlerinin ilkidi emas. İşlerinin bu yerge kilişini bana ben talep kıldım. Rahile'nin özünün Rabbiden başka bir kimge ihtiyacı yok. Öyümden çık. Çık işler. Yakup! Ağzını şun! Ayalın bilen balan bugün keçi ölüdür. Bütün söygen kişilerinden ayrılmay durup ilahının gazını Ayalım tutmaydı. senin duayınga hiçnin bulmaydı. Öyümden çık. Fedan halkı.
Bu ne özge içinsin, ne sizlerge. Onun kağalları sizlerge kurgakçılık, ayali ve balısıga ölüm elip keledi. Yakında iştenden uluğluğunu ve kudretini körüzler Fedan halkı. Agar qizim bir nima bo'lib qoladigan bo'lsa, o'lim ish chiqadi. Anladingmi? أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
Rabbim, senin ko'ngling bulutlu. Ammo Yaqubning ko'zlaridan yomg'ir yig'ib. Rahila 11 yildan beri farzandlik bo'lishni orzu qilib keldi. Fadon xalqining ayollari 11 yildan beri uni tuvan ko'rib keldi. Shundaqdimi u bardoshlik berib keldi. Baş kahin, meni afu qilsin. Bu kecha Yaqub oilasidagilar uchun maxsus bir to'y hazırlashim kerak. Endi meni yolg'iz qo'yinglar. İlahlarning laneti Yaqub va oilasidagilarga bo'lsin. Yaqubning xiyonati qarshisiz qolmaydi. U jazolanish kerak. Ey ulug' ishtar, g'azab o'tlaringni Yaqub oilasidagilarning ustiga tushir. Rahila va bolasi bu kecha yo'q bo'lish kerak. Rahila ve onun balısının ölümüdün ensirmeymen. Ama ulanın ölümünün butperestlerini suyunduruşudun ensireymen. Butperestlikini yok tutuş için yıllardan beri kösetken tırışçallığının yok çıkışıdın ensireymen. Yardım kıl Allah. Ayalım ve balamını kutkuzgun. Ulanın kutuluşu Fədan halkının uyğunuşuğu türtkü boludu. İşler butxanısını veyran kılıp, bir Allah'a işengenlerinin, Allah'a şirik keltirgenlerinin üstüdün kalbi kılışığı sebep boludu. Sen mehribansen. Sen şefkatliksen. Bana yardım kılın. Bana yardım kılın. Bana yardım kılın. Rahila uşuk geldi. Yana dolga başlandı. Yomg'ir yog'digandek qildi. Belki osmon Rahilaning holiga yig'laydigan o'xshaydi.
Bu ilahlarning g'azabini bildirdigan bishoratdir. İlahlar g'azab chaqmig'ini chaqtiryapti. Yaqub va oilasini jazolaydi. Ey ulug' ishtar, ilahlarning kuchini qo'g'da. G'azab o'tlaringni Yaqubning oilasiga avat. Rahile'nin bolası sağ selamet olğa oxşaydı. Bundaqda ishlarning lanati. Ishlarning sehri nim bo'ldi? Ruxsat qil, fadan xalqi sening kuchingni va ishlarning sehrini ko'rsin. Ey ulug' ishtar, hammamizni suyundir. Menga yordam qil. Do'stlarim, Yaqubning ilohining ne kadar aciz ekanligini ko'rsin. Allah'ın peygamberine salam olsun. Allah'ın peygamberine salam. Allah'ın peygamberine salam. Allah'ın salimi hemminlağı bolsun. Mübarek bolsun. Yaxşılık dileymen. Bizga bergan ne'matlari uchun Allohga shukr aytaman. Sening uchun va balimiz uchun yaxshilik ham barkat tilayman. 11 yildan beri seni saqlayapmiz. Nemishqa buncha valo kechikdim? Qizmi yoki o'g'ilmi deb so'rmaysiz-ku. Yusuf o'g'ilning ismimi yoki qizning ismimi? Nereden bildiniz? Sizga kim dedi? Bir az ilgari uning tug'ilishidan bishorat kelgan edi. Bu yomg'ir sen epkagan barkat qo'zi. Xush keldin. Aile ve balısı sağ selamet. Ondaqda bu yağmurun sebebi nima? Fadanda qurg'oqchilikni yo'qotgan yağmurga qara. Aile ve balısı. Anlatma nime? Kömü dolma. Nimi degen hayırlık bala o. Tanrım inanamıyorum.
Ey tuhralarim! Nemiga qarab tursizlar? Qo'y tegi qurbonlik qilinglar. Fadoni zinnatlab, Yaqubning Allohga rahmat aytaylik. Bugun qizimning tug'utlik kuni. Shundaqla Fadoniki qurg'oqchilikning tugigan kunidir. Yaqubning Allohga hammamiz rahmat aytaylik. İşte! 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 İşte ibadetxonasiga o't ketibdi. İbadetxona o't ketibdi. Qaranglar, ibadetxona kuyib İşte ibadetxonasiga o't ketibdi. Hey, ish yo'qda. İbadetxonaga o't ketibdi deyapman. Ne iş olğandı? İbadetxona köyüyotıdı. Memle yürünglar. Hamma narsani yuyib o'chirgan yomg'ir. Nemishqa ibodatxonaga ketgan o'tni o'chirolmaydi. Bu g'alib ish bu. Seher ishtarchi. İşte ibadetxonada o'tning ichida qoldi. Uni qutqizolmadik. Sehergar ishlar kuyib ketdimi? Ha. Sehergar ishlar kuyib ketibdi. Uning uchun bir ish qilmaymizmi? Ot ibodatxona kohinlarini ko'ydiramdi. Ular iloh emaskan, shuni ko'yib ketgan. O'zlarining kohinlari ko'ydi, mushlim qudrat kuchlarga ulandı. Qanday kohinlar bu? O'zlarining qudamisa, ularga ishonmayli. Yaqubning ilohiga ishonayli. İşte Rayla ve balıkni yo'qotganligini so'zlagan edi. Ammo qandoq bo'ldi? O'zi yo'q bo'ldi. Janob Piri, qayerga mandilar? Yaqubning ilohiga iymon etish ketyapman. Yaqubning ilohini yo'qotimizni bilganmidinglar? Enaski Yaqubning o'g'li tug'ish bilan yomg'irni va barakatni bilib keldi. Ketaylik. Nega ketyapsizlar? Ota bobonglarning dinini tashlab, nega borsizlar? To'xtanglar. Nemaga qarab tursizlar? Kestonlar ketaveringlar. İbadetxona köydi. Her kişi jiroqlashsin. Saqlamanglar. Ketinglar, ko'mayapmizlar. İbadetxona kuyib ketdi. Ketinglar bu yerdan. Ishlar sizlarni jazolaydi. Onunga xiyonat qildinglar. Ishlar qattiq kuyib yotdi. Hammanglar ko'ryapsizlar.
Kişiler hemen cezalaydı. La çukum cezayını tartışla. La cezayınlarını tartışla.